Men Nurmuhamedova Dono Gafurovna 2005-yildan beri shu 366 Maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat olib boraman. Avvaliga tarbiyachi yordamchisi bo'lib ish faoliyatimni boshladim. Undan keyin xo'jalik mudiri, ombor mudiri, mana va nihoyat tarbiyachi faoliyatida ishlab kelmoqdaman. Bolalar bilan ishlash juda ham qiziqarli, maroqli. Ayniqsa bu bolalarning ko'zidagi quvonchi har kuni bizga kayfiyat ulashadi. Bularning eshikdan kirib kelishidanoq kayfiyatlari bizga kun bo'yi yaxshi kayfiyatda ishlashimizga sabab bo'ladi. Ayrim bolalarimiz kayfiyatsiz kelishgan holda ham bularni o'zimiz kayfiyatlarini ko'tarishga, har xil o'yinlarga jalb qilishga, har xil faoliyatlarga jalb qilishga harakat qilamiz. Bu bilan bolalarimiz tashkilotimizga quchoq ochib yugurib kelishadi. Tarbiyachilik kasbini tanlashimdan maqsad bolaligimdan avvalambor rus tiliga qiziqqanman, o'qituvchilikka qiziqqanman, tarbiyachilikka qiziqqanman. Bolalar bilan ishlashni oldimga maqsad qilib qo'yganman va shu darajaga yetib keldim. Insonlar bilan muloqotga kirishishni o'rgatdi. Yangilik yaratishni o'rgatdi. Intiluvchanlikni o'rgatdi. Bu sohada bitta soha deb hisoblab bo'lmaydi-da tarbiyachilikni. Tarbiyachi ko'p qirrali bo'lish kerak. Masalan, o'zimdan oladigan bo'lsak, shaxmatga qiziqaman, turli sport turlariga qiziqaman, she'riyatga qiziqaman, o'zim ijod qilaman. Bolalar bilan birgalikda har bir faoliyatimizda imkon qadar o'z ijodimdan foydalanib, faoliyatlarimizni tashkillashtirishga harakat qilaman. Kelajakdagi rejalarimizda bolalarimiz bilan kundalik faoliyatimizni kundan kunga qiziqarli olib borishni maqsad qilamiz. Bunda axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish, bu yo'nalishni bolalarga singdirib borish hamda ularni tashkilotimizda quvnoq, o'ynab, kulib, yayrab yurishlarini ta'minlashni maqsad qilamiz. Ismini aytmayman, bitta bolamiz ozgina to'poloncharoq bola edi. Endi urish mumkin emas, bolani qanaqadir yo'l bilan vazminlikka ozgina bo'lsa ham chorlashimiz kerak. Shu bolamiz har to'polon qilib faoliyatda xalaqit berganida, ozgina asabiylashganimda uni ham ozgina tinchlantirish uchun, o'zimni ham asabimni tinchlantirish uchun yotoqxonaga kirgizib yuborganman u bolani. Yotoqxonaga kirdi, shu bilan biz faoliyat payti emasida, o'yin payti edi. O'yinimizni o'ynadik, oxiriga yetkazdik. Bolalarni joy-joyiga joylashtirdim. Bolalarni sanasam, endi bizda shunaqaki bolalarimiz yo'qolib qolmasligicha tez-tez sanab turamiz bolalarni. Bolalarni sanasam bitta bola yetishmayapti. Qidirdim, yo'q. Keyin xonalarni qaradim, oshxonani ham qaradim, yo'lagimizni ham qaradim, bola yo'q. Yotoqxonaga kirdim, ko'rinmadi. Yotoqxonaga engashib qarasam, kravatiga yotib, bizani chaqirishimizni poylab o'tirgan ekan. Esimdan chiqib qolgan yotoqxonada bolamiz. Lekin xafa bo'lmagan, chaqirib tushuntirish ishlari olib borilgan. Faoliyat paytida, o'yin paytida me'yordan ortiq to'polon qilish, hammaga xalaqit berish mumkin emasligini tushuntirganmiz. Bolani darrov bag'rimga olib, erkalab, yana o'z holatimizga qaytib, yana o'yinimizni davom ettirganmiz. Men Akbar va Umida Qurbanimda 1967-yilda tug'ilganman. Yunusobod tumani 366-maktabgacha ta'lim tashkilotida 14 yildan beri faoliyat yuritaman. Kasbim hamshira. O'zim juda ham bolajonlarni yaxshi ko'raman. Ertalab har kuni 7:15 da ishga kelaman va bolalarni qabul qilaman. Filtri samarali o'tkazish uchun har bir bola bilan, har bir ota-ona bilan alohida suhbat o'tkazaman. Oilamda ertalab nevaralarimga nonushta tayyorlayman. Mana shu 366-maktabgacha ta'lim tashkilotiga bitta nevaram keladi. Nevaram bilan birgalikda choy ichib, nevaramni ham 7:15 da ishga olib kelaman. Men o'z kasbimni juda ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham ishga ko'proq oshiqaman. Vaqtida kelib, o'z vazifamni bajarishga harakat qilaman. Men shu bog'chadagi hamma bolalarni sog'ligiga hamda shu o'z-o'zida ishlaydigan 30 ta xodimni sog'ligiga o'zimni javobgar deb his qilaman. Javobgarligimni his qilgan holda hammaga vaqt ajratishga, har bir bola bilan suhbat o'tkazishga, har bir bolani sog'lig'ini bilishga, birinchi yordam ko'rsatishga qidildan yondashaman. Men ham issiqjonman, ba'zi bir paytda kasallik varaqasiga chiqaman. Shunda mana bir hafta yo 3-4 kun kelmasam, bolajonlari shunaqa yugurib kelib, Umida opa keldingizmi deb quchoq ochib kutib olishsa, shulardan motivatsiya olaman. Kichik guruhingizdagi bolalar o'zi ham Umida opa nega kecha kelmadingiz deb
yugurib kelishadi de, o'zim bag'rimga bosaman de aytaman. Shu bolalarning oldida meni o'rnim borligidan faxrlanaman. Shu bolalar ham kichkintoy bolalar ham biladi deyman, ishga kelmagan kunimni. Bolalarni ana doktor kelyapti, ukol qiladi deb qo'rqitishadi. Bizani bog'chada unaqa narsa yo'q. Qaytangi doktor keladi desa, meni yugurib kelishadi. Umid opamga olib boring. O'tboti sal og'rib qolsa ham bog'cha pasiga men Umid opamga chiqib kelay, Umid opamga olib boring deb turishadi. Yo, Umid opamni chaqiring deyshadi. Bizda aksi. Meni chaqirishadi o'zligisi. Doktor kelsinlar, bizani ko'rib qo'ysinlar deb. Shundan ham o'z kasbimga juda ham mas'uliyat bilan yondashamanki, shu bolalar menga mehr beryapti, men ham bolalarimizga mehr beraman. Hamshiralik sohamda bolalarimizning sog'lig'iga e'tibor bergan holda o'z kasbimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Bolalarimizni juda ham yaxshi ko'raman. Men Rahmatullayeva Feruza Hamdamjonovna Toshkent shahrida tavallud topganman. Men bolaligimdan tarbiyachi lavozimida ishlashni juda ham yaxshi ko'rganman va men bu sohaga 15 yildan buyon lavozimda ishlab kelmoqdaman. Tarbiyachilikni qiyinchilik taraflari juda ko'p, lekin ammo bularning kulgusi, bularning quvnoq Feruza Hamdamjonovna deganni o'zida hamma charchoqlarim chiqib ketadi. Uyga vazifalar beraman, uyga vazifalarni shunday chiroyli bajarib kelishadiki, shu charchoq, toliqqanim ham unutib yuboraman. Bu jajji farishtalar bilan ishlash ozgina murakkab, lekin mening yordamchim Kamola Quvondiqova bilan birgalikda bolalarga tarbiya beramiz. Ularning katta hayotga qadam qo'yishida yordam beramiz. Hozir shu bolajonlarga bor bilimimni, shijoatimni, bor kuchimni berib, bularni katta hayotga tarbiyalayapman. Tarbiyamning mevasini kelajakda ko'rish oldimdagi maqsadim. Ularning komil inson, yaxshi inson, davlatimizga foydali kadrlarni tayyorlab berganim menga shuni o'zi yetadi. Men Xo'jayeva Mavluda 366-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida musiqa rahbari bo'lib ishlayman. Bolalar bilan ishlash ham mas'uliyatli, ham sharaflidir. Chunki bolalarga quvonch baxsh etish bu eng katta yutuqlarimizdan biri. Bolalarga biz quvonch baxsh etamiz. Nafislik, raqslar orqali, har xil instrumentlar orqali esa musiqani anglab yetishga, ritmlarga tushishga va milliy cholg'u asboblarimizni his qilishga, ularda chalishga yordam beramiz. Musiqani, san'atni yaxshi ko'rgan insonlardan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Ularga biz nafosatni, yaxshilikni, ichidagi go'zal hislatlarni chiqarishga yordam beramiz. Va ishonchim komilki, musiqani, san'atni yaxshi ko'rgan boladan hech qachon yomonlik chiqmaydi.